Farzandingizning o'qishlarini pasayishi sizni xavotirga solyaptimi? Ko'plab bolalar boshlang'ich sinflardagi darslarni yaxshi o'zlashtirishadi. O'rta maktab yoshiga chiqqandan so'ng o'qishlarining keskin pasayib borishi kuzatiladi. Siz esa bu holatni faqat telefon bilan bog'layversangiz adashasiz. Ko'z oldingizda ulg'ayib borayotgan farzandingiz tana tuzilishini o'zgarishi bilan mos ravishda ko'z olmasni ham o'lchamlarni o'zgarishini bilarmidingiz? Bu holat natijasida miopiya, ya'ni uzoqni yaxshi ko'ra olmaslik holati yuzaga kelishini-chi? Gap shundaki, bolalar doskadagi yozuvlarni yaxshi ko'rmasligi uchun ham mavzularni o'z vaqtida tushunmay qolishadi va uy vazifalarini bajarishda ham ishtiyoqlari kundan kunga pasayib boraveradi. Agarda siz farzandlaringizni yaxshi baholarga o'qishni xohlasangiz, ularni albatta oftalmolog ko'rigiga olib boring. Unutmang, yaxshi ko'rish farzandlaringizda o'ziga bo'lgan ishonchni qaytarib beradi.